Sharqiy Turkistonda O'ktay hokimiyati. O'ktay xonadonidan G'arbiy Mo'g'uliston, Altay va Emil o'lkalariga hukmronlik qilib, Zarg'alantu, ya'ni hozirgi Qubdu da turayotgan Qayduxon, Alg'uxon o'lgandan keyin Ili, Olti shahardagi Dug'lat begligi, Quchu va Beshbaliqdagi Uyg'ur idiqutligi bilan urushib, ularni bo'ysundirib o'ziga tava qildi. Şunun bilan Hijriya 665-yili Sharqiy Turkiston Qayduxonning hokimiyati ostiga kirdi. Qayduxonning o'limiga qadar bu hokimiyat mavjud bo'lib turgan. Qayduxon Hijriya 702-yili o'ldi va o'rniga o'g'li Chaparxon taxtga chiqdi. Bu chaqda G'arbiy Turkistonda Chag'atay xonadonidan Duvay Chechenxon hukmronlik qilmoqda edi. U Sharqiy Turkistonni Chag'atay davlatiga qo'shib olish uchun Chaparxonga qarshi urush boshladi va bir tarafdan Dug'lat xonni, Baydar xonni yiniga tortdi. G'arbdan Duvay Chechenxon va janubdan Baydarxon hujum qilib, oxiri Chaparxonni mag'lub qilib, qo'g'lib etib, Sharqiy Turkistonda 40 yil hukm surgan O'ktay hokimiyatini yiqitdi. Sharqiy Turkistonning yana Chag'atay xonadoni hokimiyati ostiga kirganligi. Duvayxon Hijriya 706, ya'ni milodi 1306-yili butun Sharqiy Turkistonni ishg'ol qildi. 5 yil davom qilgan bu urush jarayonida bir jang maydoniga aylangan Ili, Yettisu va Issiqko'l atrofidagi shaharlar vayron bo'ldi. Xalqlar qatlam qilindi. Duvay Chechenxon bu ishg'oliyat jarayonida yordam qilganlik uchun Baydarxonni mukofotlab Issiqko'l atrofini, shimolda To'qmoqni, Olma-Ota va sharqda Yettisu qatorliq joylarni 6 shahardagi Dug'lat hukumatiga qo'shib berdi. Buning bilan Dug'lat hukumati xeyli keng va munbat zaminga ega mamlakat bo'lib kuchlanib qoldi. Bu munosabat bilan Dug'lat xonadonining hokimiyatining kuchlanishi va shuhrat tepishi Baydarxon zamonasidan tortib boshlangan. Bularni Dug'lat tarixchisi falsafasida bayon qilaman. Chingizxon va O'ktay qolgan zamonasida xeyli yaxshi bo'lgan Sharq Turkistonning iqtisodiy ahvoli ulardan keyin Mo'ng'ul shahzodalarining uzunga so'zilgan jidal majra va hasadxo'rligi natijasida butunlay buzilgan edi. Yana bir sababi Chag'atay ulusi deb atalgan Turkiston o'lkalarining hech biri dengizga tutash emas va to'rt atrofi bir-biriga dushman Mo'ng'ul hukumatlarining ziminlari bilan o'ralganligi edi. Bu vaziyatda Turkiston aholisining sirtqa chiqib tijorat qilish imkoni bo'lmaganlikdan iqtisodiy ahvoli nacharlashdi. Duvayxon bu masalaga chora tepish uchun butun Chingiz o'g'illari o'ttirsida bir umumiy sulh tuzashga tirishgan bo'lsa-mu, umri vafo qilmay Hijriya 707-yili o'ldi. O'rniga o'g'li Kanjukxon taxtga chiqdi. Umu bir yildan keyin o'ldi va o'rniga Chag'atay xonadonidan Talg'u xonlik taxtga chiqdi. Talg'u o'lgandan keyin Duvayxonning ikkinchi o'g'li Kepakxon bilan inisi Esan Bo'g'axon taxt talishib, Esan Bo'g'axon g'olib keldi va Hijriya 710-yili xonlik taxtiga chiqdi. Esan Bo'g'axon Turkistonni bir mazgil tinchitgan bo'lsa-mu, uning davrida Turkistonning beshiga bu chaqich ko'rilib boqmagan falokatlar keldi. Qublay xon va uning avlodlari Xitoyda turib o'zlarini butun Chingiz avlodining qog'ani hisoblasa-mu, Turkistondagi Chag'atay xonadoni, Qipchoq o'lkasidagi Oltin O'rda, ya'ni Juji xonadoni xonlari u qog'onlarga hech bo'ysunmasdan o'z oldiga mustaqil yashadi. Irondagi Ilxonlar, ya'ni Hulaku xonadoni yolg'iz eg'izida qog'onga hurmat qiladi. Mana bu sababdan qog'onlar har zaman Chag'atay xonadoni va
Altın Orda xanlarini bo'ysundirish fursatini kutatdi. Esen Buğa xan taxtga chiqqan yili Qublay xonining nevrisi, ya'ni Boyanta Qag'an Mo'ng'ul va Xitoy askarlaridan tarkib topgan g'oyat zo'r bir qo'shin bilan Turkistonga yurish qildi. Esen Buğa xon bilan Oltin Orda xoni To'xtay xon orasida dushmanlik bor edi. Bu sababdan Oltin Orda xoni Qag'an tarafga o'tib 100 ming kishilik bir qo'shin bilan yordam qildi. Esen Buğa xon qattiq mudofiada turib urushgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lub bo'ldi va bir qism askarlari bilan mustahkam tog'liq rayonga chekinib, o'zini va askarlarini xatardan saqlab qoldi. Boyanto Qag'an Turkistonda 2 yilcha turdi va bu mezgil ichida qatliam yurgizib, shaharlarni vayron qildi. Turkistonda nihoyatda og'ir ocharchilik yuz berib, qatliamdan saq qolgan xalqmu har tarafga qochib ketdi. Natijada Qag'anning askarlarimi ochliqdan o'lgili boshladi. Shuning bilan Qag'an Xitoyga qaytishga majbur bo'ldi. Qag'anning Xitoyga qaytganligini anglagan Esen Buğa xon qochgan yeridan askarlari bilan qaytib kelib, yurtni qo'lga oldi va Hijriya 718-yili olamdan o'tdi. O'rniga aksi Kepak xon ikkinchi qatim xon bo'ldi. Kepak xon Hijriya 721-yili o'ldi va o'rniga inisi Ilchiktay xon 6 oy xonlik qilgandan keyin o'ldi. Onun o'rniga inisi Duvay Tomir xon xon bo'ldi va 1 yildan keyin, ya'ni Hijriya 722-yili o'ldi va o'rniga inisi Tarmashir xon taxtga chiqdi. Tarmashir xon taxtga chiqqandan keyin islom bilan musharraf bo'ldi va o'ziga Aloiddin degan laqabni oldi. Chingizxonning qonunini tashlab, islom shariati bilan ish qilib berib, Təvəlidiki başqa bütün Çağatay xanadoniga mansub şahzodalarni, xon va baglarni islomga kirgizishga tirish qila boshladi. Buning bilan texi Sharqi Turkistonda musulmon bo'lmagan Dug'lat xonadoni, Uyg'ur iduqti va boshqa Çağatay avlodlari norozi bo'lib, Tarmashir xonga itoat qilishdan bosh tortqili turdi. Tarmashir xon bu isyonlarni besiqtirish uchun jiddiy bir harakat qilmadi. Oxiri Çağatay davlati ikkiga ayrilib ketdi. Mustaqil Çağatay davlatining qurilganligi. Tarmashir xon vafot bo'lguncha Sharq Turkistondagi yerlik hukmdorlar mustaqil yashadi. Bularning hammasi kichik bir sahada ayrim-ayrim hukmronlik qilganlikdan birlik yo'qdi. Tashqi dushmanning tajovuz qilib kirishi bilan har zaman yo'qolib ketish xavfi bor edi. Ularningmi bir Çağatay hukmdorining rahbarligi ostida birlashish orzulari bor edi. Tarmashir xon Hijriya 730, ya'ni milodiy 1330-yili jiyani tarafidan o'ldirilgandan keyin G'arbiy Turkistonda bir og'ir ichki qalaymiqonchilik paydo bo'ldi. Sharqiy Turkistondagi yerlik hukmdorlarning eng kuchli bo'lgan Dug'lat hukmdori Pulachi bek bu fursatdan foydalanib, Tarmashir xonining texi musulmon bo'lmagan inlaridan Imal Xo'jani Buxorodan qochirib Sharq Turkistonga elib keldi. Çağatay xandoni va Dug'lat xandoniga mansub katta kishilar qadimki turk murosimi bo'yicha Olmaliq shahrida bir yerga yig'ilib, Imal Xo'jani bir oq kegizda o'ltirg'izib, uningga bay'at qildi va ya'ni Esen Buğa xon degan nomni berdi. Bu Çağatay xonadonidan Esen Buğa xon ismli ikkinchi hukmdordir. Ikkinchi Esen Buğa xon Olmaliqda taxtga chiqib, uzunga qolmay Sharq Turkistondagi yerlik hukmdorlarni va qabila baglarini o'ziga tava qildi. Taxtga chiqqanda eng cho'ng yordam qilgan Pulachi bagni, ya'ni baglar bigi degan unvon bilan o'ziga vazir qildi va hukumatning butun ixtiyorini uningga topshirdi.
2 Esen Buğaxan asta askeri küçüğünü aşırıp G'arbiy Türkistondagi Chag'atay hökuməti üstüdünmü siyasi nüfuzunu tiklib aldı ve özünü bütün Chag'atay ulusunun çoğ xani deb itiraf qıldırdı. Ko'rinishda G'arbiy Turkistondagi Chag'atay hokimiyati va 2 Esen Buğaxandan iborat ikki hokimiyat bo'lsa-mu, amaliyotda 2 Esen Buğaxanning hokimiyati markaziy va asosliq hukumat edi. 2 Esen Buğaxan ömrüning oxirigacha bu o'rinni saqlab, Hijriya 741, ya'ni milodiy 1310-yili olamda o'tdi. O'rniga chiqqidek o'g'li yo'qdi. Kichik xotinidan bo'lgan To'g'liq Tömür degan o'g'ilni güdak chig'ida cho'ng xotini Mo'ng'ulistonga haydab etgan edi. Bu o'g'li 2 Esen Buğaxan vafot bo'lganda 8 yoshga kirganlikdan taxtga chiqadigan valiahdi yo'q. Taxt bo'sh qoldi. Natijada yerlik hukmdorlar o'z joylarida mustaqil bo'lib olib, bir-biri bilan urush qila boshladi. Bu hasadxo'rlik ve içki cidal macera 8 yıl devam kıldı. Bu müddet içinde Polachi Beg Esen Buğaxanның narisida oğulni Moğolistandan elib kelib taxtga chiqarishning g'amida edi. Başqa yerlik hükümdarlar bununğa qarshi edi. Bir muncha Chag'atay shahzodalari taxtga chiqishni ta'ma qilibmi, bu ishga qarshi chiqib, o'zlariga tarafdor paydo qilish uchun har yerda jidal majra chiqarib turgan edi. Bu 8 yil ichida G'arbiy Turkiston va O'ktay xonadoni o'ttirsida to'xtamasdan qonliq urushlar bo'lib turdi. Oxiri G'arbiy Turkiston taxtini qo'liga olgan G'azatxon, ya'ni Chag'atay, Sharqi Turkistondagi ichki ziddiyatdan foydalanib, bu yerni ishg'ol qilish ko'yiga tushdi. Sharqi Turkistonning yerlik hukmdori va bir qism shahzodalar G'azatxon Sharqi Turkistonni istilo qilib olsa, shuning bilan o'zlarining yo'qolib tugishadiganligidan iborat og'ir xatarni sezdi va Pulachi Beg bilan birlashib, bu xatarning oldini olishga qaror qildi ve Pulachi Beg'ning atrofiga to'plashdi. Pulachi Beg To'g'liq Tömürni xonlik taxtiga chiqarib, Sharqi Turkistonda kuchlik bir hukumat qurib chiqmasdan turib, har qanday ichki va tashqi xatardan saqlanqili bo'lmaydiganligini bu yerlik hukmdor va shahzodalarga tushuntirib, ularni qoyil qildi. To'g'liq Tömürni ilib kelish uchun Mo'ng'ulistonga odam avatdi. O kishi 1 yil bo'yi Mo'ng'ulistonni aylanib yurib, oxiri 1 yildan keyin To'g'liq Tömürni tepib, Almaliqqa elib keldi. To'g'liq Tömürni taxtga chiqarishga taraflar birdek qaror qilishdi. To'g'liq Tömürning xon bo'lganligi Hijriya 748, ya'ni milodi 1347-yili To'g'liq Tömür xoni Aq kegizda o'ltirg'izib, onunğa bay'at qilish murosimini o'tkazib, xonlik taxtga chiqardi. U chaqda To'g'liq Tömürxan 18 yoshga kirgan edi. To'g'liq Tömürxan Pulachi Beg'ni, ya'ni Beglar begi unvoni bilan bütün davlat kattalarining eng ustidagi vazirlik mansabga tayin qilib, 6 shahar va Issiqko'ldan iborat Dug'lat xonliqni berdi. Pulachi Beg bu joylarni inilari Qamirdin Beg, Shamsiddin Beg va Shayx Davlat Begini vali qilib belgilab idora qildi. To'g'liq Tömürxan hokimiyatining 4-yili, ya'ni Hijriya 752-yili Mevlana Arshiddin ismli bir olimning da'vat qilishi bilan islomni qabul qildi. To'g'liq Tömürxan musulmon bo'lgandan keyin Pulachi Beg boshliq bütün davlat kattalarini ve başka musulmon bo'lmaganlarni islomga da'vat qilishga boshladi. Natijada ularning hammasi islom bilan sharaflandi. To'g'liq Tömürxan nurg'un olimlarni Almaliqqa elib kelib, xalqqa islom ahkomlaridan ta'lim bergizdi. Mevlana Arshiddin keyincha To'g'liq Tömürxandan ijozat elib Kuchaga yerleşti ve şu yerde vafot bo'ldi.
Bu kishining tuproq beshi hozir Kucharning tabarru mazarlaridan biri bo'lib, bugungacha Kucharda o'tgan diniy zotlarning ko'pinchisi shu kishining avlodlaridandir. Hijriya 762-yili Pulachi beg olamda o'tdi va Tug'luq Temirxon uning mansibini va Dug'lat hukmdorlik vazifasini uning 7 yoshga kirgan o'g'li Xudo Dadixonga berdi. Xudo Dadixonning tog'isi Qamirdin beg uningga vakolatan beglikni boshqardi. Tug'luq Temirxon intayin faol va askariy jihatda qobiliyatli bir yigit edi. Shuning uchun kundan kunga askariy quvvatini oshirdi va butun Sharqi Turkiston xalqini to'liq itoatga kirgizdi. Shuning bilan Tug'luq Temirxon yurtda tinchlik va omonlikni mukammal yo'lga qo'ydi va butun Chag'atay ulusini o'z bayroq ostiga ilishga tayyorlandi.